Rashk doim bekorchilikdan paydo bo'ladi. Siz bitta narsani to'g'ri tushuning. Agar turmush o'rtog'ingiz bugungi kunda siz bilan yashayotgan bo'lsa, bu uning tanlovi. Ana shuni qadrlashni o'rganing. Umuman olganda, kechirasiz o'ynashni oldiga borish deylik. Mana shu yerda ajrashamiz deyishga uning haqqi bor. Erkak agar yuraman desa, siz hech qachon bilmaysiz. Munosabatlarni tiklash o'rniga uzoqlashtiradi bir-biridan. O'zingizga shunchaki savol bering, nima qilyapsiz bu odamning oldida siz? Ilm olyapman, o'rganyapman ko'p narsani, lekin rashkka kelganda baribir bo'lar bo'lmasga rashk qilyapman. Kecha xo'jayinim bilan qiz haqida yoshligimda sinfdoshim bo'lardi deb aytganlarida rashkim keldi. Xullas, keyin xo'jayinlar aytibdi-ki, o'ziga ishongan ayol hech qachon rashk qilmaydi debdilar. Aha. To'g'ri aytibdilar. Juda to'g'ri aytgan. To'g'ri aytibdilar. Chunki rashqning asl sababi bu aslida o'ziga ishonmaslik, o'ziga nisbatan ishonchi pastligi. Siz bitta narsani to'g'ri tushuning. Agar turmush o'rtog'ingiz bugungi kunda siz bilan yashayotgan bo'lsa, bu uning tanlovi. Tanlab bo'ldi u sizni va siz u bilan yashayapsiz. U har kuni kechqurun oilam, bola chaqam deb uyga qaytib kelyapti. Ana shuni qadrlashni o'rganing. Biz esa shu joyni, mana shu muhim bo'lgan jihat, mana shu inson uyga qaytib kelyapti. Og'ir ishidan keyin, deylik o'sha shofyor bo'lib ishlayaptimi yoki bir korxonaning rahbari bo'lib ishlayaptimi yoki umuman olganda qanaqadir biror bir korxonada ishlayaptimi, shu inson ishdan so'ng bozor o'char qilib telefon qilib onasi nima kerak uyga deb, ikkita non bo'lsami, nimadir bo'lsa ham ko'tarib harakat qilib uyga kelyapti. Energiya olish va nima uchun kelyapti shu uyga? O'zingizga doim savol bering, nega bu inson uyga kelyapti? Aslida odamda uyga kelmaslik varianti bormi? Albatta bor. Erkaklar 100% bor. Bor. Sizni oldingizga kelmasdan o'sha kuni kechasi ishda qolib ketish, o'sha kuni deylik o'sha borish, qayergadir o'rtog'iniki bilan o'tirish, choyxonaga borib o'tirish, umuman olganda kechasi o'ynashni oldiga borish deylik. Bormi? Bor. 100% bor. Lekin u inson har kuni ishdan chiqib nima qilyapti? Harakat qilib uyga qaytyapti. Demakki, uni uyga qaytishi uchun nima ishlayapti? Magnit ishlayapti. Sizning magnetingiz ishlayapti. Bolalaringizning magniti ishlayapti. Ota-onasini, ya'ni umuman mana shu uy, xonadonni magniti ishlab uni o'ziga tortyapti. Va mana shu yerda bitta narsa muhim. O'sha inson, erkak, u inson mana shu yerga uyidan ostonasini hadlab o'tganida kayfiyati qanday? Kayfiyati yaxshimi, zo'rmi? Nima keragi bor? Yo'q narsadan bor qilib, tragediya yasab, yo'q narsadan miyangizga shu narsani ishontirib, uni bo'lar bo'lmasga har xil insonlarga rashk qilish. Va mana shu yerda aytmoqchimanki, men ham rashkchi bo'lganman. Men hali ham rashkchiman, lekin me'yorni bilaman. Qanday qilib tushuntiraman. Masalan, oldinlari erim agar deylik o'rtoqlari bilan biror joyga o'tirishga ketsa, xayolim millionta narsaga meni chalg'itar edi. Chunki o'ziga ishonch yo'qligi, bilim yo'qligi, ilm yo'qligi insonni shunchaki ongsiz qilib qo'yadi. Ya'ni ongsiz, aqlsiz, nima deydi, nodon qilib qo'yadi. Mana shu nodonlik va nodonlik sabab bilasizmi nimalar bo'lgan? Uyda o'tirib, misol uchun erim aytayapti, men o'rtoqlarim bilan o'tiribman, kech kelaman. Meni xayolim ketdi, u qayerdadir o'tiribdi, hozir u qizlar bilan, hozir u o'rtoqlari, demak o'zi qizlar ketdi, men fantaziya ishlab ketadi. Va mana shu fantaziya ishlab ketganida ong, qarangki qanchalik ongni boshqara olmaslik holati menda bo'lgan ekan, hozir o'zimni kuzatib shu narsani tushunyapman va bu narsadan men uyalmayman. Men bundan afsuslanmayman. Bu mening hayot etapim. Ya'ni hayotdagi bir bosqichim va o'sha bosqichdan men o'tishim kerak edi. Toki agar shu bosqichdan o'tmasam, men aslida rashk qilish nima, ishonmaslik nima, deylik o'sha hayotni o'sha erkakka nisbatan haddan ortiq ko'p e'tibor nima yoki e'tiborsizlik nima, ana shuni hammasini bosib o'tganman bosqichma-bosqich. Va o'shanda shunday paytlar bo'lganki, soat 1 kechasi erimni qayerdaligini boshqa joylardan eshitib bilib, mashinaga, taksiga kechasi bolalarni uyda qoldirib o'tirib o'sha restorangacha borgan paytlarim ham bo'lgan. Yoki ertasi kuni borib, uni rasmini ko'rsatib, shu odam keldimi, yonida kim edi? U aytib turibdi, men o'rtoqlarim bilan o'tirdim degan joyda menda shu qadar ishonchsizlik bor ediki, yo'q, meni aldayapti, bu qizlar bilan o'tirgan. Borib, men hech esimdan chiqmaydi, bitta
Gulnoza degan qizimiz ishlardi biz bilan. O'shani olganman Matizida o'tirganmizda borib aytganmizki, bilasan nima deganman? Erimni ko'rsatib rasmini aytganmanki, "Mana shu odam kecha keldimi?" deganman. U zavzal qarayapti. Eslolmayman, bizda bir kunda bochka degan qanaqadir restoran bo'lardi, Chilonzorda. 3 bochkimi, shunaqa 3 medvedjami, 3 bochkimi? Xullas, mana shu inson keldimi? Men bilmayman, 100 ta odam keladi. Bitta ofitsiantlaringizdan so'rab ko'ring, bu odamchi, bu odamga biz qizimizni beryapmiz. Hozir eslasam, kulgim keladi. Qizimizni beryapmiz-da. Bu odamga biz bilasizmi, shu qizimizga beryapmiz. Shu kecha bu yerda bo'lgan ekanda, qizlar bilan bo'lgan ekan. Bizga shunaqa xabar keldi. Shu rostmi yoki yo'qmi shuni bilmoqchimiz. Endi siz ham tushunyapsiz-ku, bir qizni baxtsiz qilishni xohlamaysiz-ku, to'g'rimi? U ham bechora, "Ha, to'g'ri" deb borib yordam berib, keyin bitta qizni topgan. U qiz ham ko'rib aytgan, qaraganda aytgan, "Да, я его помню. Он был с девочками, да, рядом были девочки". Desa, "Нет, он был с мальчиками, там только mужчины сидели" deganda shunaqa uyalib ketganman holatimdan. Bilasizmi nimadan uyalganman? O'zim chetdan kuzatib, qanchalik pastkashlikka berilib, qanchalik past bo'lib ketayotganimdan uyalganman. O'zimni bahoyim past bo'lganida uyaldim. Chunki bu pastkashlik deb hisoblayman. Agar siz erkak sizga "Men falon joydaman, o'rtoqlarim bilan o'tiribman" desa-yu, siz shunga ishonmasdan orqasidan poylab yursangiz, bu nima haqida? Bu o'sha insonni aldoqchiligi yoki sizga sizni aldash haqida emas. Bu sizni o'zingizga bo'lgan ishonchingiz pastligi haqida. Chunki bitta narsani to'g'ri tushuning. Agar erkak aldayman desa, erimni shunday zo'r gapi bor. Bitta narsani hech qachon unutma. Agar men yuraman desam, shunaqa yuramanki hayotda bilmaysan deydilar. Va bu haqiqat. Agar erkak yuraman desa, kechirasiz obed payti, hozir bitta obed qilib kelaman deb borib ishini 15 minutda bitirib keladi. 3 minut. 3 minut hattoki. Kimgadir 3 minut ham yetar ekan. Endi yechinish, kiyinish, dush olish, shu tomonlari bor-da. 10 minut, 15 minut. Ishoning 15 minut. Men shunday ayollarni bilamanki, erini shu qadar poylab yuradiki, hech qachon eri xiyonat qilmaydi deb o'ylagan. Lekin aynan ana o'sha odamlar hozir musorni tashlab kelay degan joyda ham qanaqa qilib qilganini bilmaydi, qo'shni bilan yurgan ekan. Keyinchalik bilishgan, qanaqa qilib deydi. Musorga chiqgan yarim soat sigaret olaman, musorga nonga. So yo'q. Akazisi qo'shni ayol bilan yurgan ekanda, nima deydi yana? Yarim soatda qanaqa eplagan ekan. Aytyapman, bu 10 minut. Seksolog sifatida 10 minut deyapti. Va men sizga aytmoqchiman, qancha ko'p rashk qilganingiz sari shunchalik erkakni o'zingizdan bezillatasiz. Shunchalik erkak uchun qadringiz qolmaydi. Qiymatsizlantirib tashlaysiz o'zingizni. Nega? Chunki ayolni qarayapti, o'ziga ishonmaydi, qadri yo'q, o'tirib olib bo'lar bo'lmasga yurdingmi, qildingmi, telefon qildingmi, kim bilan gaplashding, kim bilan gaplashmading, nima qiladi? Yo'q joydan shunchaki besabab buni ayblashyaptimi? Bor yo'qol deydi. Bir kun emas, bir kun keladida, kechirasiz, besabab aybdor bo'lgandan ko'ra sababli aybdor bo'laman deydi. Va ishoning, agar siz erkak agar yuraman desa, siz hech qachon bilmaysiz. Hech qachon. Shunday ekan, o'zingizga nisbatan ishonchingizni oshiring va bir narsa aytmoqchiman. Rashk doim bekorchilikdan paydo bo'ladi. Bu bekorchilik, uning mag'zida, uning asosida bekorchilik yotadi. Ya'ni qachonki fikringiz bekorchilik bilan shug'ullansa, yo'q narsa bilan mashg'ul bo'lsa, agar ongingizga siz ko'p vazifa bersangiz, ongingizga qandaydir ishlarni yuklab qo'ysangiz va ongingizga mana shu ishni qilishing kerak degan shartlarni qo'ysangiz, agar ishoning, ongingiz umuman bekorchi fikrlarga, yo'q narsalarga bormaydi. Shunday ekan, shunchaki keling, rashk bitta narsani tushuning, rashk munosabatlarni o'ldiradi. Munosabatlarni tiklash o'rniga uzoqlashtiradi bir-biridan. Chunki siz doimiy shubha gumonda yashaysiz. Shu erkak bilan bir yostiqqa bosh qo'yyapsizmi, shu insonga ishonishni boshlang. Chunki rashk nima? Rashk ishonchsizlik. Rashk bu gumon, rashk bu shunchaki o'sha insondan doimiy xavfsirash va shubhalanish. Bu shubha haqida gap ketyapti. Agar siz shu insondan shubhalanayotgan bo'lsangiz, mana shu insonga ishonmayotgan bo'lsangiz, yostiqdoshingiz, bir xonadonda ikkalovingiz yashayapsizlar, farzandlar ko'paytiryapsizlar, oila degan bir muqaddas dargohni yaratyapsizlar, munosabatlarni ustida ishlayapsizlarda, lekin mana shu yerda agar siz ishonchsizlik bildirayotgan bo'lsangiz, o'zingizga shunchaki savol bering, nima qilyapsiz bu odamni oldida siz? Bu odamni yonida aslida boshqa ayol ham bo'lishi mumkin agar u istasa.
Agar u istasa, bu narsani juda oson amalga oshiradi. Sen bilan boshqa yashagim kelmayapti. Iltimos, biz mana shu yerda munosabatimizni to'xtatishimiz kerak. Mana shu yerda ajrashamiz deyishga uning haqqi bor va siz bilan ajrashishga uning haqqi bor. Lekin u bunday qilmayapti. U bugungi kunda siz bilanmi? Demak, siz unga keraksiz. Demak, sizning qandaydir bo'lsa ham qadringiz bor u uchun. Demak, sizga nisbatan mehri bor. Mana shu narsaga diqqatingizni qarating. Uning shu insonni uyiga qaytib kelayotgani, u insonni sizga berayotgan mehri, u insonni sizga berayotgan e'tibori, umuman olganda u insonni sizni yoningizdaligidan qadrlang shu narsani. Lekin bo'lar bo'lmasga telefonni titkilab, kimgadir yozdimi, kimdir qo'ying, yozyaptimi, yozsin. Demak, unga hozir shu kerak. Unga hozir shu kerak va ishoning, agar yozaman desaga siz hech qachon bu narsani taqiqlab qo'ya olmaysiz. Erkakka siz taqiqlay olmaysiz. Ona emassiz. Siz ona emassiz, siz uning ayolisiz. Va u agar istasa boshqa ayol bilan munosabat qilishni, u buni qiladi va bunda doim bitta narsa sabab bo'ladi. Siz bilan munosabatidan ola olmayotgan, siz bilan yashab, o'sha munosabatidan qoniqmayotgan, qayerdadir o'zini erkakligini his qilmayotgan holatdagina u boshqa ayol bilan munosabat qilgisi keladi. To'g'ri gap va mana shu yerda qisqacha qo'shimcha qilmoqchiman. Bitta narsani tushuning, tabiatdan erkak kishi ham ayolini tanlaganda uni o'zini qirolichasi deb biladi va qachonki ayol kishi o'zini bahosi past bo'lib, shubhalanib, o'zini qaysidir qizlar bilan solishtirishni boshlaganda o'sha erkakni tanlovini qadrsizlantirib, o'sha erkak o'zini tanlovida shubha qilishiga olib keladi. Men haqiqatan ham noto'g'ri ayolni tanlab qo'ydimmikin? Ya'ni siz o'zingiz bilan eringizni o'rtangizga qaysidir doimiy ravishda qaysidir ayolni ruhini qo'yib qo'yasiz. Ya'ni o'sha ayol orqali, o'sha ayolning obrazi orqali sizni ko'rishni boshlaydi va ana shu yerda o'zingizning kamchiliklaringizga, o'zingizga bo'lgan past bahoingizni unga qaratib qo'yasiz. O'sha nazar bilan sizga qarashni boshlaydi. Ya'niki, ha, bu ayolni doimiy ravishda solishtirish kerak. Ha, bu ayol qayerdadir yutqazishi mumkin deydi-da. Shuning uchun o'ylab ko'ring ayollar, nima uchun har doim aytamiz, o'zingizga bo'lgan bahoingizni oshiring. Siz u ishlarni qilganingiz bilan hayotingiz qizg'in, vaqtingiz yo'q bo'lgan bilan bu meni miyam bo'ldi, men mana kunim o'tyapti degan emas. Aslida o'zingizga sifatli vaqt o'tkazishni unutmang. Ya'ni doim o'zingiz qiziq bo'ling. O'zingizga qiziq bo'lar ekansiz, hech qachon zo'r ekanligingizga shubha qilmaysiz va sizni eringiz boshqalar bilan sizni solishtirib, boshqaga almashtirishiga ham ishonmaysiz. Chunki doim o'zingizni